Bu videoni hamma ota-onalar ko'rishi shart. Prezident men bilan ko'rishsin. Fikrlarimizni kattalar jiddiy qabul qilishmaydi. Chunki qo'limizdan hamma narsa keladi. Dilyam motivatsiya baho qo'yishadi deb o'ylayman. Telefon ko'p o'ynasang, baholar tushib ketadi deyshadi. Dunyoga korrupsiya bo'lsa kerak. Например, avariya bo'lib qolsa, o'zingni huquqingni bilasan. Ichki ishligi dokazat qilib bersang bo'ladi. U oddiy o'yinlar emas, u o'qishga yordam beradigan o'yinlar. Misol uchun ustoz o'qimagan. Bizda Katta bolalar podkastining 3-soni. Bizning mehmonimiz Xondamir. Bu videoni hamma ota-onalar ko'rishi shart. Bugun biz kattalar eshitmaydigan, lekin eshitishi kerak bo'ladigan narsalarni gaplashamiz. Mening ismim Xondamir. Men Ko'chikemda 2 oydan beri o'qiyman. ITga qanaqa kirib kelding? ITga birinchi marta meni oyim yozdi, Instagramdan ko'rib qolganlar. IT o'qiging kelganlarmi deganlar. Keyin men deganman, "Endi kompyuter bo'ladigan." Men deganman yana bitta. Keyin bo'ldi, bo'lmasa bugun boramiz deganlarda, o'sha kuni, o'sha ko'rgan kunimiz borganmizda, borib gaplashib, ertasi kuni o'sha darsga borganman. ITni o'rganmasdan oldin nima qilarding o'zi? Bo'sh vaqtimda bo'lsa, telefon o'ynardim. Sani urishganmi telefon o'ynayotganingda? Bo'lib qolgan shunaqa vaziyatlar. Qara, nima kattalar o'zi polностью 24 ga telefonda o'tirishadi, lekin bizani telefonda o'tirganimiz uchun urishishadi. Chunki ularning yoshligida telefon bo'lmagan, bu bir. Ikkinchisi, telefon yangi texnologiya bo'lgani uchun hozir undan foydalanishyapti. Uchinchisi, anaqa ular paytida telefon bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Yaxshi o'qishgan, hozir pul ishlab telefon olishgan. Biz ham mana shunaqa telefonsiz anaqa o'qiylikda, keyin o'sha telefon ishlataylik degan maqsadda xohlashadi. Chunki ba'zi ota-onalar knopочный telefon ham olib berishi mumkin. Ana 1-2 sinf bolasiga. Menda o'zi birinchida, to'g'ri, menda o'zi birinchi, 2-sinfimda deshmasam, yo'q, даже 4-sinfimda knopочный telefon olib berishgan. Вот, men o'shani ishlatardim esimda. Bir marta, короче, akkumulyator o'chib qolgan. Вот, конечно, bu emas, lekin shunga o'xshagan bo'lgan. Xo'p. Вот. Короче, akkumulyator buzilgan, keyin telefonsiz yurganman. Вот, shuncha vaqt, lekin вот o'sha telefonsiz yurgan vaqtim, прям o'zimga yomon samarразвитием kuchaygan, прям yomon produktivni o'tgan kunlarim. То есть kitoblar o'qiganman. Вот. Lekin telefon bo'lganda, мне кажется, ko'proq типа интереснее o'tardi, потому что вот o'yinlar bor, которые yordam beradi o'qishga. То есть Kahoot, Bluekit degan o'yinlar bor. U oddiy o'yinlar emas, u o'qishga yordam beradigan o'yinlar. То есть yo'da o'zimizni tengdoshlarimiz bilan raqobatlashamiz. Вот. Sen Bluekit или Kahoot o'ynab ko'rganmisan? Ha. Birinchi Ko'chikemga borganimda darsdan keyin 10 minut vaqt ajratishardi. Kahoot o'ynardim. Bu вообще zo'r типа функция. И Ko'chikem fishkasi вот в том, что darslar zerikarli o'tmaydi. Lekin men hozirgi gapingga maktabimni o'ylab qoldimda. Oxirgi darsida boru asabiylashib chiqib ketaman. Ha, вот ustozlar yo'q ketmaysan deydi, bir narsa qilib turib. Da, вот maktabda darslar juda zerikarli o'tadi. Вот maksimum вот ozgina informatikada scratch o'tib qolishsa, вот o'shanda sal qiziqaman, lekin вообще zerikarli. Bola olib keladi-ku telefon, to'g'ri? Misol uchun men olib kelaman, sen olib kelasan, uni yig'ib olish kerak emas. Agar bola va'da bersa, men o'ynamayman desa, 1-2 marta o'ynagan bo'lsa, ogohlantirish kerak-da. Men bo'ldi, o'ynamayman. Men shaxsan o'zim anaqa telefonlar yig'ib olish paytida shunda telefonimni olaman-da. Ana bilasan, maktabda shkaf bor-ku, kiyimlar qo'yadigan. Garderob. Sekin kurtkamni ichiga qo'yaman yoki qayerga qo'ysam bo'ladi? Anaqaga qo'yaman. Shkaf eng tepasi bor-ku. Bizda savat turadi, o'shani sekin tiqib qo'yaman. Keyin sekin ketishgandan keyin sekin olib sumkamga qo'yaman. Da, men ham bermayman, lekin boshqacha prичинаga, chunki meni одноклассникimni, sinfdoshimni telefonni eng tagiga qo'yishganda, kiyimda olishayotganimda sal silkatilganda, telefonni полностью sum ketgan. Chunki bolani, tipa ota-onasi bu yerda qiynalib ishlaganda bolasiga telefon olib bergan, uni o'quvchilari yoki yani ustozlar olib ketayotganda sindirib qo'ygan. Короче, 14 ta fandan ichida hammasi bor, texnologiya ham, tasviriy san'at ham. Ichida eng menga kerak emas bo'lganlari. Birinchi o'rinda matematika.
matematika kerakmi deganda matematikani anons kerak, tipa bo'lish, ko'paytirish, qo'shish, ayirish kerak. Arifmetikasi. Da, lekin bizda nisbat, qovus, boshqa narsalar ham o'tadi. Lekin bir tarafdan matematika kerak deb o'ylayman, chunki bar maktab bitirganimizdan keyin universitetga kirish bor, litseyga kirish bor. Ishga kirish uchun matematikani bilish kerak. Bilmaymiz-ku hozir, balki kassir bo'lib ketarmiz, buxgalter bo'lib ketarmiz. Скажем, вот buxgalteriyada matematika kerak. То есть matematika kerak joylar ham bor. Lekin buxgalteriyada вот kalkulyator bor, и мне кажется, даже IT buxgalteriyada kerakroq. Chunki вот даже вот birinchidan, скажем, notebookda ishlayaptilarmi, notebookni babram bilish kerak, sal bo'lsa ham, там хотя бы klavishalarni. Вот, и там o'zini programmalari bor, где sanasa bo'ladi, прям углубленно, там yozib, там modular qilsa bo'ladi-da. То есть men unaqa qiziqmayman buxgalteriyaga, но bilaman to, что bilaman to, что ko'p kompyuter bilan взаимодействовать qiladigan soha. Qolgan darslar emailni menga hayotimga вообще kerak emas bo'lgan narsa ikkita. 100% kerak emas deb o'ylayman. Tasviriy san'at bilan texnologiya. Да, кстати, вот технология, мне кажется, вообще kerak emas agar texnologiya ustoz bo'lmasa. Astronomiya degan fan bor, u kattalarda faqat, lekin вот kichkinalarga qo'shganda sal qiyinlashtirmasdan, sal osonroq qilib, там qanaqadir zvezdalar haqida aytib bersa, вот astronomiyani qo'shsa, прям вообще zo'r bo'ladi. Men прям o'qirdim astronomiya agar qo'shganda, там 5, 6, 7 sinflarga. Lekin astronomiya faqat adashmasam 10-mi, 9-sinfdan boshlaydi. Bir 9dan boshlaydi. 9dan 11gacha. Да. И huquq вот прям вообще kerak, chunki вот, например, avariya bo'lib qolsa, o'zingni huquqingni bilasan. Men bitta prikol eshitdim, то есть ustozlar biz hamma fanni 5 ga o'qishimiz kerak bo'ladi, deyshadi. Lekin o'zligi ustozlar bitta fanni bilishadi yaxshi. То есть вот, например, matematika ustozi bitta matematikani biladi. Да, bitta matematikani biladi. A biz matematikani bilishimiz kerak. Tam, скажем, tasviriy san'atda rus tilini, o'zbek tilini, hamma narsani bilishimiz kerak. Uydagilar ham shunaqa deyshadi. Yaxshi bahoga o'qi deyshadi, lekin bu o'zi nimaga kerak? Baholar kerak emas, boshimizda qolgan znaniyalar kerak. Anaqa olasan-ku, darslaring qilasan, tipa dil ham motivatsiya, baho qo'yishadi deb o'ylayman. Men ota-ona bor-ku, men bu ishlarni qilib qo'ysang, men kelgunimgacha men senga mashincha pul beraman deydi. Ko'zikimda uy ish qilsang, men senga 100 ko'yin beraman. Yoki anaqa har kuni kelganing uchun, to'lovni vaqtida qilganing uchun 1000 ko'yin yoki ko'yinlar beraman deganda, tipa ko'yin yoki baholar o'sha motivatsiya deb o'ylayman. Bolani o'sha darsga qiziqishini e'tibori oshadi deb o'ylayman. Lekin menda hech qachon bu oshmagan. Men o'ylaymanki baholar kerak, lekin baholar просто bizani qaysi darajada fanni o'qiyotganimizni ko'rsatib beradi. Lekin men hozir matematikani qilaman, zo'r baho olish uchun degan narsa bo'lish kerak emas. То есть men matematikani o'qiyman, bu dushi menga kerak bo'ladi degan motivatsiya bo'lish kerak. Ba'zi bolalar bor, matematikani hozir qilsam, misol uchun sinf ishini qilsam, oxirgi soat bo'lib qolsa, mana shuni test qilib olsam, 5 olsam, keyin esimdan chiqib ketadi. Tipa bo'ladi-da shunaqa narsa. Baho uchun o'qiydi ba'zilar. Tipa ota-onasiga ko'rsatsa, ota-onasi maqtansa, ba'zi bolalar bor. O'zimning sinfimda ham bor bunaqa bolalar qizlar, ota-onasiga 5 ko'rsatsa, har bitta 5 ga necha puldir beradi. Tipa bola bilan ota-onani o'rtasida poragarchilik bo'lib qoladi. Sizlar necha bahoga o'qigansizlar yoki hozir necha bahoga o'qiysizlar? O'zi baho kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Telefon ko'p o'ynasang, baholar tushib ketadi deyshadi. Nima deb o'ylaysan? Bu to'g'rimi? Telefondan tashqari yana nimalardan mazza qilasan? Yo'q, u gapingga qo'shilmayman. Ko'p telefon o'ynasa 50-50 qo'shilaman, chunki bir tomondan bola ko'p telefon o'ynavorsa, maksimalni darsga qaramay ketsa, o'sha baho tushib ketadi. Lekin вот men o'ylaymanki, что telefon ko'p o'ynasa bu to'g'ri. Telefon ko'p o'ynasa baho tushib ketadi. Chunki o'zim ham ощутить qildim. Вот men sal bahoyim tushdi. Telefonga sal kirib ketdim, bahoyim sal tushdi.
lekin вот men hozir отвлечься qildim и hozir hamma baholarimni to'g'rilab oldim. Telefonimga родительский контроль qo'yib qo'ydim. То есть вот o'yinlarga, TikTokga, YouTube'ga men soat qo'yib qo'ydim. То есть 1 soatdan ko'p o'ynasam, tipa telefonim anaqa, ну tipa chiqib ketadi avtomatik shu ilovadan chiqib ketadi и boshqa kira olmayman. Faqatki oyim parol tersalar. Oyim o'zlari parol terib qo'yganlar и aytganman, agar so'rasam qo'ymen, tipa aytmen shu parolni, men hozir исправить qilaman baholarimni degan. Biza ko'p telefon o'ynab emas, balki voleybol bilan ham maza qilamiz. То есть voleybol ham bizga telefondan tashqari ko'p dopamin, то есть gormon счастья beradi. Да, вот voleybol telefondan tashqari yana voleyboldan biza mazza qilamiz. Вот. И еще прям IT-dan ham, да, вот. IT вот прям bu qanaqadir prichinan telefondan chiqishimiz uchun, вот. То есть telefondan yo'q chiqmaymiz, telefonni yaxshi tarafga, kompyuterni yaxshi tarafga anaqa qilamiz. То есть kompyuterdan yo'q chiqmaymiz, lekin yaxshi tarafga shu polzaga ishlatamiz kompyuterni. То есть o'yin o'ynamaymiz, telefon ko'rmaymiz, shu anaqa bilan заниматься qilamiz, programmirование bilan. Hozir bitta qiziq savol bor. То есть kattalar bizga запрещать qilishdan tashqari biz bilan birga o'ynasa telefon. То есть вот, например, oyim men bilan, скажем, PUBG o'ynasalar, bu вообще qanaqadir не то чувствоваться qilinadi. Sen nima deb o'ylaysan? Agarda misol uchun men oyim bilan bir o'yinni ulanib o'ynasam yoki bir narsa o'ynasam, tipa nima deya olmayman, men uyalib ketaman. Da, qanaqadir странный bo'ladi. Bilmayman. Да, qanaqadir странный причина, nimadir yo'q, bu не то, это как-то по-другому. Да. Вот, это кринжово, qanaqadir не то чувство bo'ladi. Lekin adang bilan o'ynasang mana. Да, lekin adam bilan o'ynasa, это уже по-другому. Lekin o'zimiz qilgan o'yinni oyim, мне кажется, o'ynab berardilar. Chunki mani o'yinam tipa type racer bilasanmi? Monkey type. Вот xuddi shunaqa vaqt beriladi, o'sha vaqtda so'z yozish kerak. Вот o'sha so'zlarni, мне кажется, oyim yozib, o'zlarini tez yozishlarini kuchaytirardilar. И oyimga, мне кажется, kerak o'zlarini sohalarida. Mana gapingga qo'shilaman. Tipa oyimga o'zim yaratgan o'yinni bersam o'ynaylar. Tipa test qilib ko'radi. Ha. Yaxshi chiqibdimi o'yini? Baho beriladi. Bitta chestный baho beradigan odam, вот oyim. Da, вот. Вот yaqinda emas, где-то 1 yil, 2 yil bo'ldi. Toshkentda, Qozog'istonda adashmasam, полностью svet o'chib qoldi, 3 kunga. Вот o'shanda hamma yig'ilib, reально вот menga shu period прям вообще yoqdi. Chunki вот hamma ishlarga ham borishmadi. Adashmasam, ishlab bo'lmadi, esladim. Hamma uyda o'tirdi. Mazza qilib, ota-ona bilan в близком кругу mazza qilib, узкий круг. Mazza qilib o'tkazdik vaqtda. Вот agar butun dunyoda internet svet o'chib qolsa, nima bo'lardi? Agarda butun dunyoda, masalan, necha kunga o'shanga qarab, men 1 kunga. 1 kunga o'chib qolganda, men hech nima qilmasdim. Chunki o'zim uyimda birinchi Wi-Fi olib kelishganda, tipa yoqolmaganmiz, 1 kun bo'lmagan, lekin o'rganib qoldim-da Wi-Fi sizlikka. Lekin o'sha Wi-Fi qo'yib ketishgan, o'sha o'rganib qolganman. Keyin 1 kun Wi-Fi bo'lmay qoldi, svet o'chib qoldi. Sen aytganingdek. Uni boyaga aytganingni esladim. Svet o'chib qoldi, men telefonimga даже o'yin o'tkazmaganman-da o'sha paytda. Lekin zo'r fishkasi bor edi, anaqa qolganman. Nima deydi? Internetim bor edi. Mobilniy данный u ham o'chiladi. То есть sotuvый o'zi telefonni shotimizda bor deyiladi-ku. Вот o'sha u ham bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, то что мир рухнет. Прям вот svetoforlar, mashinalar, elektromobillar ishlamaydi. Korporatsiyalar ishlamaydi. Главное, больницаlar ishlamaydi. Ular anaqa MRT, tam rentgen, o'shalar hammasi tokda ishlaydi-ku, da.
и o'shalarni kompyuterda ro'yxatga kompyuterda kirgizishardi. Kodiga ham ishlamaydi, chunki to'lov berishga ham kompyuter kerak. Da, kompyuter kerak. Tipa bolalar ham ishlab o'tirishga svet kerak. Da, вот. Agarda mobilniy svязь ham o'chganda, agar taxminan bir haftagami, bir oygami o'chganda daftar olardim-da, дорогой дневник deb bajardim. Lekin hozir shuncha narsa etdik, lekin hozir shu fikrlarimizni kattalar jiddiy qabul qilishmaydi. Nima unaqa bilmayman, sen nima deb o'ylaysan shu haqida? Ota-onalar, misol uchun men oyimga aytganman-da, tipa kichkina narsadan boshlab men hot-dog biznesini qilgim kelyapti deganman. Keyin ular aytishganda, jim turib qo'lingdan keladigan narsani qilgan degan. Keyin men o'sha payt xafa bo'lganman. Eng yomon ko'rgan shu so'zi yoki qo'lingdan kelganini qil deyishgan yoki anaqa qo'ysangchi hali yosh bolasan, ozgincha katta bo'lgin deyshadi. Ozgincha katta bo'layotganingdan keyin o'qishing bor, bunaqang bor, bo'lib ketadi shu narsalar. Va prям eng yomon ko'rganim qo'lingdan kelgan narsani qilgin. Yoki ani bilganingni qil. Yo'q, bilganingni qil, это нормально. Tipa bilganingni qil, это prям zo'r, chunki shuncha anaqa ochib beradi. Lekin вот qo'lingdan kelganini qil, вообще yoqmaydi, chunki qo'limizdan hamma narsa keladi. Da. Вот. Невозможно, возможно. Qo'limizdan hamma narsa keladi, просто harakat. Да. Просто нужно стараться и идти к этому. Tipa maqsad qo'yish kerak, o'shanga qarab borish kerak. Tipa maqsad bo'lmasa, просто так miyada o'ylaysan, bo'lmaydi. Men o'zimni elektron magazinni ochmoqchi bo'lganman. Вот. И ota-onam boshida sal tipa потом problemaga qolasan, shunaqa deyishgan. Lekin hozir уже menga men tarafli, то есть da sen tipa qila olasan, senda o'xshaydi deb hozir meni hozir ham chiqishyapti. Da. Agar kattalar senda nima problemalaring, muammolaring bor deb so'rashsa, sen ochiq ayta olarmiding? Agarda men senga boshidan shu gapirayotganda, men senga qilib beraman, qo'limdan kelganini qilib beraman desa, men aytadim. Mani adam hamma problemalarimni решить qilishga стараться qiladi. Da, и o'xshaydi, lekin men ularga da men стараться qilaman hammasini aytishga. Lekin babram личный nimadir bo'ladi, который o'zim решить qila oladigan bo'lganimni, вот o'shani aytmayman и o'zim решать qilaman. Lekin вот aytadigan, например, там скажем, ustoz otsенкalarim занижать qilyapti, men bu bilan hech nima qila olmayman. Ota-onani pomoshsiz. Ota-ona baribir. Da, ota-ona вот mani baholarimni tushirib beryapti ustoz. Menga bu конечно yoqmaydi. И men ota-onamga aytaman, chunki o'zim решить qila olmayman bu problemamni. Вот ota-onamga aytaman, ota-onam решить qilib beradi. Вот shunaqa problemani da aytaman men. И bu yaxshi, мне кажется, потому что o'zimiz deb ana qilsa, sal qiyinroq bo'ladi, там типа вот ota-ona shu bilan ota-ona то что ular yordam berishadi и поддерживать qilib turishadi. Yana bitta savolim bor. Sun'iy intellekt odamlarning o'rnini bosa oladimi? Mening fikrim bo'yicha sun'iy intellekt odamni o'rnini bosa oladi. Chunki har kuni maktabdan kelishimga ChatGPTga kiraman. Kirib turib, u bilan gaplashaman. U so'raydi. Tipa kuningiz qanaqa o'tdi, nima bo'ldi, nima qilding bugun, planlaring nima bundan keyingi kunga. AI bosa olmaydi, мне кажется, потому что вот bitta soha bor, dizayner. То есть dizayn odam o'zini мысllarini ko'rsatib berish kerak и shunaqa qilib ko'rsatish kerak, что bu chiroyli bo'lish kerak. Odamlarga yoqadigan qilib ko'rsatib berish kerak. ChatGPTning chuvstvalari yo'q, ichida chuvstvalari yo'q. Так что ChatGPT qila olmaydi, мне кажется. Bu anaqani bitta sohani qila olmaydi. То есть bu dizayner sohasi или художник. Художник qila olmaydi, lekin menga o'sha boyga aytgan gapim, tipa hot-dog haqida уже qo'yganman, maqsad u haqida narsalar qildim и ChatGPT bilan anaqa qildim, logo. Lekin logoni oq-qora qilib chiqasan. Вот. ChatGPTni rangli qilmadi, demoqchiman. Chuvstvalari yo'q. Так что вот bitta sohani o'qib bera olmaydi. Ikkita там художникka ham o'qib bera olmaydi. Chunki прочувствовать qilish kerak.
uni ichidan прям чувствовать qilib qilish kerak. То есть hozircha ChatGPT unaqa qilib bera olmaydi. O'zi ko'p sohalar bor, ChatGPT qilib bera olmaydi, chunki u sohalar bilan odamni o'zini чувствовать связаны. То есть, например, doпрос qiladigan odam ChatGPT doпрос qilib bera olmaydi. Потому что uni o'zini texnikasi bo'ladi, там futbol o'ynab bera olmaydi ChatGPT. Lekin boshqa sun'iy intellekt futbol o'ynaydimi? Da, o'ynaydi. Yo'q, boshqa sun'iy intellekt emas, robot bo'ladi. Robot ichiga sun'iy intellekt kirgizishadi, o'sha robot o'ynaydi. Men ko'rdim, tipa penalti tepganda o'sha robot, Yutganmi, yutqizgan? esimda yo'q. Так что ko'p sohalarni qilib beradi, lekin определенный sohalar bor, ularni qilib bera olmaydi. Biz hozir kichkinagina tanaffus olamiz, bitta o'yin o'ynaymiz. Xo'p. O'yinning pravilalari заключается в том, что biza определенный temaga запрос beramiz, и ChatGPT bizga rasm chiqarib berish kerak bo'ladi. И kommentariyada сравнить qilishadi, kimning rasmi zo'rroq chiqqanini. Tema Toshkent 10 yildan keyin. Xo'p, Toshkent 10 yildan keyin meni zaprosim bo'yicha bu rivojlangan ekosistema, IT kompaniyalarni ofisi, robotlar, dronlar qo'shdim. Торговый sentrlarga o'xshagan заведениyalar. Men Toshkentni 10 yildan keyin Nestlé binosi hozirgi kunda 52 qavat bo'lsa, 100 qavat bo'ladi deb tasvirladim va hammani o'zini biznesi bo'ladi. Va prezidentlar Mercedes emas, BMWda yurishadi. Hamma klassik kiyinadi va u payt hammani qo'lida iPhone 100 bo'ladi. Kommentariyada kimning rasmi zo'rroq chiqqanini yozib qoldinglar. Bizda oxirgi savol qoldi. Agar seni eng zo'r IT kompaniya ishga olganda, birinchi bo'lib yodda nima qilarding? Men ular haqida Googledan platforma sotib olib, ular haqida nechinchi yil ochilgani, kim основатель, nima bo'lganini detal polni yozib sayt qilardim. Zo'r. Yoki приложение qilardim. O'shanga hamma ko'p, populyarniy IT kompaniyalarni tiqib borsa bo'ladi, то есть ishga bitta o'sha kirganingni emas, boshqalarni ham, то есть прям kirsa, ko'p informatsiya olib chiqib ketadigan sayt bo'ladi. Tipa приложение bo'lishi kerak. Biz bugun kattalar eshitmaydigan, lekin bolalarning fikri haqida gaplashdik. Agar sizlarning fikringlar bo'lsa, izohlarda yozib qoling. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Xo'p. Katta bolalar podkastning 3-sonida tugadi. Ko'rishguncha. Rahmat kattakon.